1500 kilometrdan mana shu yerga kelyapsiz mana. Ko'ryapsiz. Aka yolg'onmi, yolg'on emasmi? Kimlargadir yolg'on, kimlargadir rost. Men o'zimga ishonaman, bu yoqqa ishonib keldim. Bu Rossiya texnologiyasini ko'rib yurgan odamlarda bular. To'g'ri, hamma aytilayotgan narsalar to'g'ri. U ustani o'ziga bog'liq ishlayman degan odamlar. Birontalar aytishi mumkin, unaqa, bunaqa deb o'zing bu yerga italayaptimi, kelavish kerak. Birovning gapini tinglamaslik kerak. U negativ yozadimi, yana boshqa narsa yozadimi, to'g'ri kelavish kerak. Bu aka Rossiyada necha yil ishlagansiz? Men Rossiyada 30 yildan ko'p ishladim. Rossiyada usta ekan, gрамотный usta ekan bu ham. Bu ham usta, o'zi taklif ustalarga. Bu ham Siz qayerdan? usta. Buxorodan. Siz ham mana Buxorodan shuncha uzoqdan kelyapsiz. Ha? Yolg'onmi, rostmi? Ko'rib turibmiz, ko'zimiz oldida hammasi. Qanaqa ob'yem chiqyapti, zakaz chiqaryapsiz, hammasi. 450 kvadrat termetr ertaga Navoiydan zakazimiz bor aka. Yengil, hozir ko'ryapsiz to'klar limitlarini aka. Ancha aniqlar. Buni Rossiyalarda nima, ishga Turkiya haligi firmalarga topshiriq qilib, haligi qilmasin deganda ish kuchini haligi townhouse'lar bor, dachniy poseliklar bor. Ish kuchini haligi tannarxini arzonlashtirish maqsadida o'ylab topilgan panellar bular. Rossiya, Qozog'iston standartlarida mana shunaqa chiqadi aka. Avans olyapman, uni apparat qilyapman, undan zakaz olyapman, buni olib ketyapman. Dodi, jo'jani kuzda sanaymiz. Kuzgacha oborot pulni yeb qo'ymasdan aylantiravering dedim. Hamma yo'nalishni olib chiqarayotgan, baraka topayotgan shogirdlar bor. O'zi sizni obunachilaringiz ham o'zi aka mahalla deb ko'ryapti. Mana zakazga, mana uni 350 kvadrat, 400 kvadrat har xil ob'yemlarga zakazga olib chiqaryapmiz mana. Assalomu alaykum odamlar. Yaxshimisizlar charchamasdan? Sizlar bilan men Islom Jo'rayev. O'rtoqlar, men yolg'on gapirmayman. Boricha to'g'risini aytishga harakat qilaman o'rtoqlar. Kimdir sizga dunyo pul topasiz, ko'p pul topasiz, tez boyib ketasiz, ozgina ish qilasiz deydigan bo'lsangiz, u qopqon bo'ladi. Albatta bunga nima deydi, tez uchib ketish kerak emas. Ya'ni tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi deydi-ku. Mana bunday tashqi fasad panellarini o'rtoqlar ishlab chiqarishda bir necha bordan bir ko'rsatyapman va sizlar aytyapsizlar, Islomjon, nima sababdan bular sizlarga odamlarga umuman bepulga o'rgatib qo'yishadi-yu, bu ham tekin pishloq emasmi degan fikrga borasizlar-da. Unday emas, odamlar. To'g'ri tushuninglar. Har bir daromad tagida o'ziga yarasha mehnati bo'ladi. Ishni men aqllilik qilmoqchi emasman, shunchaki aytib o'tyapman. Ishni daromadiga emas, mana shu ishni eplay olaman deb qilish kerak-da. Любой ishni ham. Misol uchun kimdir hozirgi kunda 1 million topyapti ekan, men ham o'sha ishni qilaman emas. O'sha ishni men qilsam, qila olamanmi, qo'limdan keladimi degan fikr bilan boshlash kerak-da. Mana bu tashqi fasad panellarini o'rgatib qo'yish mana $1000 bo'lyapti. Misol uchun, mana hayit kunlarida sizlarga aldamaymiz, lekin bunga Islom Jo'rayev kanalidan desangiz aksiya qilib berishadi deymiz. Bular qayerdan pul topadi? Islomjon, bular tekinga o'rgatib qo'yadi, nima qilyapti deysiz? Bular o'rtoqlar, mana shu uskunalar bo'ladi, polniy kompleks shunaqa mahsulot chiqaradigan, ishlab chiqarishda yordam beradigan qo'shimcha stanoklari, dastgohlari, shularni o'zlari ishlab chiqarishadi. Xitoydan falon pulga sotib olishmaydi. O'zlari ishlab chiqarib, xalqimizga eng bo'ladigan ma'qul narxda mana bu yoqlarda ham apparatlar turibdi, ko'rib turibsiz. Eng ma'qul narxdagisini eng arzon variantda qilib berishyapti. Endi uskunani olasiz, uni ishlatishni bilmasangiz yoki undan qanday foydalanishni bilmasangiz bo'lmaydi. Shuning uchun bu akalarimiz bepulga kim uskuna xarid qilsa, shunday mahsulotlarni chiqarishda, o'sha stanoklarda, mana shularda, mana bularda hammasini ishlatishda o'rgatib qo'yishadi. Bu bepulga. Shuni tushuninglar, o'rtoqlar. Mana shu tashqi fasad panellarini ishlab chiqarib, qancha topsa bo'ladi bir oyiga? Masalan, normalniy kvadrat chiqarsa, 2 ta odam ishlasa. Xo'p, Islomjon aka, gap isboti bilan bo'lish kerak. Assalomu alaykum, xushyo'psiz aka. Xo'p, bu yerda hozir to'g'ri aytdingiz. Ko'rsatib qo'ying. Islomjon aka, buni masalan, mana trafaretlar ham aka arzonga bitmaydi. Lazerda kesilib, mana listini olinadi. 6 ta trafareti bor. Xo'p, buni qancha topadi desiz, gap isbot bilan bo'lish kerak aka. Bizni Telegramimizga yozsa, mijoz. Har bitta viloyatda, mana Buxoroda bor aka, Surxondaryoda bor, Samarqandda bor. Hamma komplektini qiladigan. Haligi o'zimizni anaqalarimizni, shogirdlarimizni gruppasiga shunday ulab qo'yaman. Qashqadaryoda ham bor, Vodiyda ham bor. Kirib chiqarayotgan ob'yemidan ko'rib olsa bo'ladi, o'rtacha $2000 gacha daromadi bor. Endi ular hamma assortiment chiqaradi, usta ko'pi, bitikda brigadasi ham bor ular.
Masalan, gipki kamenni ham hozir 60 ming so'mdan laki bilan sotishyapti ekanda aka. Hop. 40 ming so'mdan ustolovka qilib beryapti ekan. Ishlarini ko'rsangiz havasingiz keladi haqiqatdan. Bu taklif birinchi o'rinda ustalarga. Aha. Bizda ustalar juda ham ko'p Rossiyalarga borib kelib chiqarishyapti masalan, kelib o'zlarining uyiga kelib turib, ustalar qilmasdan rekasini to'qib qo'yib, menga fasadni plitka zakaz qilishyapti. Qishi bilan xudo xolasa to'xtamadik. Narx baland sushilkaga boshqaga dedik, boshqa bo'ldi mana fevrallarda. Hammasini skrin qilib videolarni tashlayman. Kim nima chiqaryapti, qanaqa bo'ladi deb. Xo'p, termopanel masalasida aka. Ko'pchilik negativ yozadi masalan. U biz haligi o'zimiz oqlaydigan anaqa emasmiz endi Islomjon aka, lekin insonlar ko'zini ochib ko'rsatib qo'yish kerak. Buni sostavlari bo'ladi-ku aka, tarkibi. Aka, odamlar mana YouTube'ga Lyuboy kelganda aytayapman, yozinglar termopanel deb. Shunda ko'ryapti, oq po'kay borib, penoplast. Shunga kuyib beryapti aka, bir-biriga kiradigan, shitir-shitir qiladigan. Uni travertinni ozgina kley qo'shyapti, hali ustiga sepib beryapti. U boshqa sostav. Mana biz qilayotgan sostav turetskiy akrillari bilan, mineralniy kroshkalar bilan o'zi elastichnisi bo'ladi aka, prочность degan narsalar bo'ladi. Hamma texnologiyaga, chotki standartga, jahon standartiga to'g'ri keladi. Qozog'iston, Rossiya foydalanadi. Mana yaltirashni ko'ryapsiz aka. Laksiz holatda. Bu birovni uyga zakazga so'kilga chiqargan narsa hozir bu. Buni garantiyasi uniki 2 yil bo'ladigan bo'lsa, buniki 10 yil, 15 yil. Xudo xolasa, gipki kamin, jitki kaminlar ham ichida. Xo'p, bularga endi Islomjon aka $1100 apparatimiz narxi. Sizni kanalingizdan chiqsa, xo'p, aytaylik, bonuslar bo'ladi aka, mana Ramazonga bonusi bor edi, o'zi arzonlatganimiz narxlarni. Buning ichiga nima kiradi desa aka, haligi simda qizdirib ugullarni mana shu kanalda kesadigan отпечаток anaqalari bor mana, apparatlari полный. Kompressor, mikser, pulverizator, 6 ta trafaret, mana stoli, отпечаткasi, mana ugul kesadiganlari hammasi ozgina xomoshasi bilan kiryapti aka. U odam keladi, hamma zehni har xil, ikkita odam kelib turib, bittasi videoga olib, hech qanaqa sir-sinot bu yerda saqlanmaydi aka. Xohlasa $100 pulga xomashni olib turib, mashitda ishlab chiqarib o'zimni assortiment qilib olib ketsin deyapmiz masalan. Klientlar bilan yetkazib beryapmiz aka. O'sha har xil viloyatdagi, masalan, men Surxondaryodanman, qo'shib qo'ying gruppasiga desa, u bilan intervyumiz ham bor, video oxiriga qo'yaman desangiz. Konkretniy aka, u odam hozir nima bo'lyapti bilmayapman deydi, kelib kecha hisob topim deyapti. Islomjon aka, qarang. Hamma biznes olganda u. Xo'p, u bilan intervyu men turibdi. Hozir gazoblokka kelibdi, endi avans olyapman, uni apparatni qilyapman, undan zakaz olyapman, buni olib ketyapman. Do'g'ri, jo'jani kuzdasan deymiz. Kuzgacha oborot pulni yeb qo'ymasdan aylantiravering dedim. Hamma yo'nalishni olib chiqarayotgan, baraka topayotgan shogirdlar bor. O'zi sizni obunachilaringiz ham o'zi aka mahalla istaydi deydi ko'ryapti. Mana zakazga, mana uni 350 kvadrat, 400 kvadrat har xil ob'yemlarga zakazga olib chiqaryapmiz mana. Aka qattiqligini ko'ring. Karcherda atmosfera davleniyasiga yaraydi, yuvsa bo'ladi. Eng asosiysi zaklamaydi, sho'rlamaydi aka. Yengil termopanelimiz. Xo'p, darsli termotravertinimiz bor. Aka, sizni kanalingizdan chiqqanlarga bugun agar ulgurib qolsa, bugun erta keyin 3 kun aksiya e'lon qilinadi aka, qarang. Termopanelda buni biz alohida qilib sotmayapmiz. Aksiyasi shunda bo'ladiki, termopanel olganga termotravertin o'rgatib qo'yamiz aka. Buni uskunasini olish shart emas bizda, masalan. Xohlasa keyin ikkalasini o'rganib olib turib, keyinchalik olaveradi. Bunga ham 30 yil garantiya beryapti termotravertin aka, qarang. Tabiiy toshni maydalangan uni bu. Ko'pchilik gips deb o'ylab bunga ham negativ yozyapti, unaqa emas bu aka. Bu tabiiy toshni maydalangan uni bilan oq sementdan chiqadi aka. Shuning uchun narxi balandroq bo'ladi. Bunga nisbatan buni hop 90 mingdan 120 minggacha bo'layotgan bo'lsa, buni o'zi bu 120 ming kami bor buni. Chunki oq sement ishlatiladi aka. Yana bitta jihatni aytib o'taylik, texnologiyasini Islomjon aka, buni qurilish sohasida yurganlarimiz tushunadi o'zi. Mana bazalt aka. Mana bazalt deydi, stiklovata deydi, har xil aytadi mana. U tupleti bor, shum izolyatsiyasi bor. Xohlasa bunga chiqarishadi. Обязательно po'kakka chiqarish shart emas buni aka. Mana shu bazaltiga chiqarsa bo'ladi. Ha, kuysa bo'ladi aka. Men videolarni ko'rsatib, Telegramdan tashlab beraman. Bunga bityapgan obyektlarni. Shuning uchun aka, yana bitta narsa aka, o'zlari YouTube'da mana ko'rib, anaqa qilish olsin. 20 yilga garantiya deb men narxini balandlashtirmayman, 10 yilga xudo olsa garantiya, adresimiz tayin. Bu qoliplarimiz rossiyskiy koch. Bu fasadniy plitkadan. Xo'p, buni aka $130 dan mana siz bilan tushirganmiz o'sha narxini $180 gacha. O'sha $180 ham $180 bo'lmaydi aka. Sizning kanalingizdan kelganlarga chotki qilib aksiya qilib beraman. Qancha? $10 dan kvadratiga o'tib beriladi aka. Kvadratiga deganda, ya'ni 1 kvadrat. Mana undan 14 ta bo'ladi aka. 14 ta bo'ladi. Ha, bir donasi deb tushunmasin. Endi tushunmagan odam har xil tushunadi. Buni kvadrat. Bonusdan masalan 12 ta bo'ladi, 10 ta bo'ladi. Mana undan 8 ta bo'ladi. Buni gabariti klassiga qarab bo'ladi farqi aka mana. Hadovoydan 4 xil qolipdan qilib beraman. So'killarga rosa hadovoy bo'lyapti bu ham hozir aka. Do'lsa bunga ham 15 yil garantiya beryapti bunga. Bu fasadniy plitkada. Biz nima sohada ishlayotgan bo'lsak, Islomjon aka, xudo xolasa, ulg'aygan kunlarda aytib aniq qilishimiz joiz.
Xo'p, 1,5 ming dollar gazoblok qilib qo'ydik aka. 2000 ashaqa to'g'rimi? 1800 o'zingiz kelib necha yildan beri ishlaymiz siz bilan. Gazoblokni qilib qo'ydik. Mana penoblokdan shubha qiladiganlar bo'ladigan bo'lsa, yuring o'zimiz. Yaxshi bo'lmasa aka, mana shunday katta selizdan ya'ni seysmokolonnasi yo'q. Penoblokdan qilganmiz aka mana. Qancha odam daromad qilib yuribdi. Bunga hali ham negativ yozsa, vaqt ko'ring-da. 30 tonnami bilmayman qancha yuk bor. Uголный mana двойной to'qilgan aka. Mashinalar hammasi penoblokdan bo'lgan, 5 seysmokolonna. Yomon bo'lsa o'zimiz qilmaymiz-ku aka buni. O'sha gipsoblok. Gipsoblokdan bo'lgan, rosa tan narxi arzon tushadi. Buni bitikdaligi o'zi fuflolar hamma sohada bo'ladi aka. 3 ta g'ishtdan 4 ta chiqarib, suyultirib qilyapti. Ularni o'zining hisobiga havolali, bunday qo'l bosa kiradigan qilib. Texnologiyasi bo'yicha kuyish o'rgatamiz, kuysa zo'r bo'ladi aka buniki. G'isht sifatli chiqadi. Sifatli chiqadi aka. Masalan, 3000 o'rniga 2000 qolsin, 4000 o'rniga 3000 qolsin. Xo'p, dalsi gazoblokka keladigan bo'lsak, 3 plyusovoy listda aytib deb sotamiz. Bu shartnoma dilerdan olinadigan narsa-da aka. Buni komplektini 1,5 ming dollar qilib qo'yganmiz, o'shini turibdi aka. YouTube tarmoqlarida ko'rsan, hali chistasiman videolar. Birinchi bo'lib biz tushirganimiz narxni Xudoga shukr, qaysi sohada bo'lsak, fasadni plitkadan hammasi narx tushirib, chestni ishlab kelinyapti odamlar bilan inshaalloh. Buni komplektasi, buni daromadi zo'r. Mana go'st standartda o'tadi aka. Mana hozir g'izotlarga qaror chiqqandan keyin o'zi bilib holatda. Gazoblok katta g'isht o'sha sementdan tayyorlanadi aka. Standartga javob. Markalari bo'ladi aka. Masalan 9 ming 10 mingga tayyor bo'lyapti, 16 ming 17 ming bozori buni. Kelib apparatni olishib bemalol naql qilishaveradi. Termopanel haligi holat men aytgan yengil utplit. Reka to'qilmaydi bunga aka. Masalan paxsa bo'lsa o'zim uyimga ham qilib haqida reklama qilaman Aslonjon aka buni. Nimaga? Yengil, hozir ko'ryapsiz to'klar limitlarini aka. Ancha naqla. Buni Rossiyalarda nima ishga Turkiyalik firmalarga topshiriq qilib, haligi qilmasin deganda ish kuchini haligi tanhauslar bor, dachniy posyoloklar bor. Ish kuchini tannarxini arzonlashtirish maqsadida o'ylab topilgan panellar bular. Rossiya, Qozog'iston standartlarida mana shunaqa chiqadi aka. Aslida shu maqsadda chiqarilgan. Xuddi shunday. Ha, birdaniga penoblok apparatlarimiz aka. Penoblok apparatlarimiz boshlang'ich narxi 700 dan, qolganlariga 50 dollar, 100 dollar o'zi mijozlarimiz biladi o'zi, hamma 700, 800, 900 dollarga bor edi. Hop, qolganlarga aka 50 dollar, 100 dollardan bugungi kunga bo'lsa bonus. Chiroyli qilib, bu xayt bu, bizning ikkita bayramimiz bor o'zi. Bonuslar ketyapti o'rtoqlar. 700 dan boshlanadi, 700 ga dastavka pastavka qo'shilmaydi O'zbekiston bo'yicha. Qolganlarga chotki bonusi bo'ladi. Listlari 3 plyusovoy, Islomjon aka. 208 liklar, bitikda yolg'onchilar bor ekan, qarang. Ne deyapti ekan aka? 208 listi gap qarang. 3 lik ham to'liq 3 lik bo'lmaydi. 2.9 bo'ladi deb turib aldab sotyaptiki, unaqa emas aka. Konkretniy 3 plyusovoy bor, 2.8 ligi bor aka. 2.8 ming so'm. Shuning uchun bemalol murojaat qilishaveradi. Buning ichiga Islomjon aka yana bitta narsa, tomshov biznes kiradi aka. Xudo ko'rsatmasin, uyda pajar bo'lsa, yonmaydigan yengil utplit bo'ladigan haligi, bilsangiz, mana zakka o'tkazmaydi bu ham. Tomshov biznes ham aka 300 dollar edi, 250 dollardan siz obunachilaringizga chotki qilib beraman aka. Mana shu gaplar gap. Masalan, termopanelda hozir siz 1000 dollar deb o'tkazsangiz, 1100 da aka 900 dollarga shuni o'rgansin, masalan. Qo'shimchasiga bittasini besplatni o'rganaveradi. Qolipni ola olmasa ham boshqa qilsa. Qachon zakaz olib ish yaxshi bo'lganda aka, mana deb turib zakaz qilsa bizda, bas o'sha paytda ham surishtirib oladi-da narxlar. Shunday qilsa apparatlarni jo'nataveraman, 2 xil 3 xil assortiment chiqaradi aka. Gap yo'q, ana kelishuv video Xuddi shunday bilan. Mana shu videoni olib kelib turib yonimga qo'yib, sen aytgansan, mana qani bonuslaring desa, davay deymiz aka, xudo xolasa. O'rtoqlar, shu yerga kelib o'zingiz o'rganib ketasiz. Yana bitta narsa Islomjon aka, biz odamlar o'zi tushungan odamlar, fikrlaydigan odamlar tushunaveradi. Xorazmda aka. Mana Buxorolik akalar mana shu yerda. Bayramni mana shu yerda o'tkazyaptilar. Xudo xolasa. Gap yo'q. Bu yoqda mana Islomjon aka mana uni plaster chiqaradigan hammasini mana apparatini o'zimiz yasadik aka. Ashna apparati ham o'zi 4000, 5000 dollar turadi aka. Mana shu plasterlar chiqaradi mana maydonda. Tashqaridagi fasadini ko'rib turibsiz. Bu hali vagonka anaqasi, men videolarni tashqariga chiqqan sokoli bormi, tepasi bormi, hammasini mahsulotini shularda ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Mana shularni o'rganib ketishingiz mumkin. Bular ham mana ichi bular pok. Bularni ham usti travertin ichi pok. Sho'rga chidamli bo'lgan paxsalarga ham shuni yopishtirib ketsa bo'ladi. O'sha haligi aytdim-ku, stiklovator. Rangini xohlagan bular buni attachment ham qilsa bo'ladi, ustini o'zlari biladi. Laklab qo'ysa chotki turaveradi. Hali aytganimdek, bazaltga, stiklovatorga chiqarishaveradi. Mana Xorazmlik mehmon akamiz keldi. Qoraqalpoqdan keling aka. Qoraqalpoqdan. Ikoz, mana hapa deb mana men sizga kelayotganingizni aytdim, aka. Mana Assalomu alaykum. yo'nalishni olasiz. Mana shunaqa deb. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Hop, qayerdan aka siz? Men Qoraqalpoqdan. Qoraqalpoqdan keldingiz. Bo'ston, Yilliqqal'a, To'sko'l shu yerlardan. Hop, shuncha uzoqdan keldingiz aka.
mana shu yerda videoni ko'rib kelgansiz-da. Ishonch bildirib kelibsiz. Mana 1000 kilometrdan-da deyarli. 1000 kilometr bo'ladimi yo keldi? 500. Ko'proq. Ko'p ham 1000 aka, 1500. 1500. Xorazm Toshkentga 1000 aka, bu yog'i ham bor-ku. Ha, bu yog'i ham. 1500. 1500 kilometrdan mana shu yerga kelyapsiz mana. Ko'ryapsiz. Aka, yolg'onmi, yolg'on emasmi? Kimlargadir yolg'on, kimlargadir rost. Men o'zimga ishonaman, bu yoqqa ishonib keldim. Bu Rossiya texnologiyasi ko'rib yurgan odamlarda bular. To'g'ri, hamma aytilayotgan narsalar to'g'ri. U ustani o'ziga bog'liq ishlayman degan odamlar. Birontalar aytishi mumkin, unaqa, bunaqa deb o'zing bu yerga italayaptimi, kelavish kerak. Birovni gapini tinglamaslik kerak. U negativ yozadimi, yana boshqa narsa yozadimi, to'g'ri kelavish kerak. Bu aka Rossiyada necha yil ishlagansiz? Men Rossiyada 30 yildan ko'p ishladim. Rossiyada usta ekan, gрамотный usta ekan bu yoq. Bu yoq ham usta, o'zi taklif ustalarga. Bu yoq ham Siz qayerdan? usta. Buxorodan. Siz ham mana Buxorodan shuncha uzoqdan kelyapsiz. Ha? Yolg'onmi, rostmi? Yo'q, ammasi ko'rib turibmiz, ko'zimiz oldida ammasi. Qanaqa ob'em chiqyapti, zakaz chiqaryapsiz, hammasi. 450 kvadrat termetr ertingi Navoiydan zakazimiz bor aka. Bu yoq termetr ertingi kelgan. Hozir Gazablokka qiziqdi, bu yoq Gazablok go'standart o'tadi, ob'emini ko'rib turibdi-da. Keladi, Mingbuloqda shogirdimiz bor aka, sizlarda. Abdulaziz bor shogirdim, Gazablok ko'radi. Paddon oldidan zakaz Gazablokka. Xohlasa Gazablok, xohlasa Penablok, xohlasa Tomshuvoq, xohlasa qolgan yo'nalish bizneslarda Islomjon aka. Keladi, bizdan apparat oladi. 1 kunmi, 3 kunmi, 1 haftami o'rganadi, yotog'ini qadar uni ishchilar bilan billaydi. Hamma narsalarga ujinimiz, yotog'imiz bir xil. Mehmon bo'lib o'rganib ketishaveradi aka. Mustaqil zakaz chiqaradi, как положено o'zi. Keyin biz ishonch bildirganimizdan keyin bemalol zakaz beraveramiz. Bu akalar Rossiyalarda bu texnologiyani ko'rib kelyapti. Yoshingiz katta ekanda, shuncha nima deydi, ishlabsiz, ko'ribsiz-da. Mana shu ishni qilsa, yuradigan biznesmi yoki misol uchun o'rgansa, chiqarsa, siz nima deysiz? Sifatga javob beradi. Ishonish kerak. Men yurgizalaman, aytalaman, 100% yurgizaman men o'sha ishni. Bular Islomjon aka Sizning yurgizadi. ishonchingiz bor. Ishonchim bor. Islomjon aka bular yurgizadi. Nimaga demaysizmi? Bular usta, qo'li gul usta aka, Rossiyada texnologiyalar ishlab yurgan-ku. Klient o'zi bilan bular. Masalan, bittasi men fasadimni qilib bersa, travertin ekili yetmaydi, rangi o'chib ketadi, bunday o'rniga mana utuplet bo'ladi deb turib, bular o'z klientlari o'zi bilan bular. Xohlasa bular ishi shunday yurishib ketadigan holatda bular. Bu ham siz ham qancha bo'ldi Rossiyadan kelganingizga? Men bir hafta bo'ldi. Rossiyadan kelganiga bir hafta bo'ldi. Rossiyada ham ko'rgan, kuzatgan, hamma bilan aloqaga chiqqan, surishtirgan pasportini kelgan aka. Bu Hasanboy aka, buni sheriklari ham bor ekan, usta ekan bular aka. Bular klient xudo xolasa o'zida sifatini qochirmay ishlasa aka, cho'tki yurgizaveradi. Xuddi shunday. Mana gipsoblok deganda sifat va sifatsizini aytganda qarang. Ta'kidlab mana aka, mana bir o'ynab bunday qilib qanaqa emas mana. Pol nimani? Mana bu yerda bir nechta assortiment turibdi, ya'ni sifatsiz quysa qanday bo'ladi ko'rsatib qo'yishadi-da. Sifatli quysangiz qanday chiqadi mana. Ya'ni gaza bo'lalar kuyib ko'rsatib beradi. Qaysi biri qanday chiqadi? Agar oz qo'shib qo'ysangiz, mana bunaqa holat bo'lib qoladi. Ko'p qo'shsangiz, mana bunday o'rtasida qo'shsangiz, aytgan narsa chiqadi deb ko'rsatib berishar ekan. Va gazoblokka to'xtalamiz. Gazoblokda aka urib, hali nima deydi, maqam o'sha edi, samarasi ham zo'r o'sha edi, betonda endi u. Hali oshlanaqasi yo'q aka, cho'tka qilib. Men aytdim, bolalar vaqtida kesmagani borki, anaqa qilgan shogirdlar chiqargani bor-da, mana men aytdim. Aka urib anaqa ko'ring mana. Bu yaxshi. Meni o'ylashimcha-da, sababi mana qarangda. Tankillab. Vaqtida kesmasa qanday holat bo'ladi? Kesib qolib ketganda bu chiqadi. Mana men aytdim-ki, agar vaqtida kessa qanday sifatli chiqadi? Xatolari bilan o'rganadi-da odam. Masalan, yomg'irlar boricha ko'rsatish kerak. Masalan uchun markasini misol uchun kam qo'shsa qanday chiqadi? Qattiq bo'ladi aka bu g'ish. O'shasini o'rgatib ketgan ma'qul. Chunki kimdirlar hali qiziqib turib, buni vaqtini cho'zib bundoq kessamchi, undoq kessamchi deydi-da. O'shalarni shu yerda o'quv davomida, o'rganish davomida ko'rib bilib ketsa, bu yaxshi. Mana shogirdlar chiqargan g'ish, ular asta chiqarib o'rganishgan. Endi sifatli g'ish chiqarishni ham o'rganishganda ketishgan. Shunaqa gaplar. Kelsangiz, mana yotoq joylar bilan ta'mirlashadi. Yotoq joyga yeb ichish ovqatlaringizda muammo bo'lmaydi. Aka, hammaga tavsiya beraman. Ustalarimiz bilan sezon boshlandi, Islomjon aka. Bu yoshlarni, bolalar mana eng yomoni bekarchi время, bekarchi energiya. Aka, yaxshilik bilan band qilmasangiz, yomonlik bilan band bo'lib qoladi. Hozir ko'ryapsiz, internetda ham shunday qilib uyini yutkazib olib, o'z ko'ryapsiz, admin ekspert boshqa ashinga olib boryapti uni. Katta bolalar ham, biz qatorilar hamda. Endi yoshlar qo'yavermaysiz. Onlayn paketlini u aytmoqchiman, hunar bilan, yaxshilik bilan band qilish kerak.
daromadga olib kirish kerak. Bular ishlab chiqarishdagi karra bitta Toshkentdan kelgan gap hozirgi sesimda. Bolasi sportsmen yoshroq bola ekan. Aka bu eplab keta olam, bu ustalar masalan taklif shunaqa desam, qarab uka ishlab chiqarishdagi karra qancha nimada qolishini ishlab chiqarishga qiziqib qolsa bo'ldi bu dedi. Menga uni o'zi katta yutuq edi. Bordi, chotki qilib o'g'li chiqardi, menga videolarni tashlaganlari bor. Ko'rsatib, hammasini Telegramda qilamiz, bo'lishamiz aka. Asosiysi qancha pul topish emas, kimlargadir shu ishda o'rganish ham qiziq. Asha hunarli bo'ladi Hunarli bu. bo'lib qolsa bo'ldi. Xuddi shunday aka. Bemalol murojaat qilishib, qilishaversin. O'rtoqlar ko'rib turibsizlar, ro'y-rost boridan ko'rsatyapman. Mana bugungi kunda mana bayram bo'lsa ham gazabola suvni isishyapti, mana o'rganishyapti. Bu aka o'zi boshqa sohaga kelgan, ish orasida buni ham ko'rib o'rganib olyapman mana. Shunaqa holatda haliga sen ayda, sen bayda degan gap yo'q. Bemalol aka murojaat qilishib, bayram aksiyasiga ulgurib qolishsin. Mijozlar asosiysi. Ishlayman degan odamga normalniy ish biznes. Ishlayman degan insonga qo'lidan keladi, men qo'limdan keladi desa, o'sha ish normalniy ish. Men mana keldim, uyda qo'yayapman, shu ishni qilaman men. Gap yo'q aka. O'zimga ishonib keldim men mana. Gap yo'q. Ekranda telefon nomerlari turibdi. Ko'rib turibsizlar, kuzatdilaring. Qiziq bo'lsa kelasizlar, ko'zlaring bilan ko'rasizlar, ana undan keyin o'rganib siz ham ketishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha sog' bo'ling deymiz, salomat bo'linglar o'rtoqlar.